Gar Xudo rizqing uchun bo'lsa kafil, ertayu kech nafs yo'lida chopganing nechun kerak? Gar qolur bo'lsa yig'ib jam qilganing, bir tiyin bermay birovga yiqqaning nechun kerak? Gar Xudo taqdiriga bo'lsa ishonchu e'tiqod, kelganida dard musibat dod-voy nechun kerak? Gar hidoyat bermasa Alloh taolo bandaga, qil ibodat deb urib so'kmoqlig'ing nechun kerak? Gar odamni o'zida bir zarra vijdon bo'lmasa, unga vijdondan nasihat qilmog'ing nechun kerak? Gar dilingda bo'lmasa Alloh taologa ishonch, xo'ja kursinga ibodat qilmog'ing nechun kerak? O'tdi umr oqibatsiz bemehr do'stlar bilan, bu sinovdir fozila, nolinmog'ing nechun kerak? O'zbekistonda hech kim ochlikdan o'lmaydi, lekin ochko'zlikdan o'lishi mumkin.